Assalomu alaykum, Abdulaziz Bloger o'z kanalining ashaddiy obunachilar. Mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur Javohir akamizning qo'y fermalariga keldik. Javohir. Qo'ylardan kim oldi? Keldi aka, 170 ta qo'zi keldi. 170 ta keldi. Ustasi oldi 70 ta qo'y chiqar keldi. Mana akalar qo'zlar ko'rsatdi. 3 partiya qo'y chiqar bugun. 3 partiya chiqadi. Qullar nima qiladi? Bomba qilasanmi? Yertaga kirib ketadimi? Oqni qoldi. Aka, nalqajani o'sha deb aytaman. Bolalar ekan, o'zlarini ham yuklab olib ketishaveradi. Damasda ham yuklab ketishaveradi. Bo'ldi akalar. Soni nechta Javohir beyda? 50 ta. 50 bosh. 50 ta solo, ballaqlar. Ballalar taqib qo'yibsa mana. Chiroyli qilib. Quloqlari butun ekan akalar, qizig'i mana. Chaqalmaydi qulog'ida. Tashiyam chaqalmas ekan mana. Ular zoti qanaqa Javohir? Zoti. Qirg'iziston, otasi Qirg'izniki, o'z Tojikistonniki. Tojikistonlik toza hisori degan variantida bunaqa arashalari ham chiqib qoladi akalar. Xo'p, Javohir, bular narxini nima qilasan? Naraka 26 2 narxlar yo'q. Men oldim, men qo'lda beray. 2200 dan narxlar yo'q. 2150 ni olsin, telefon qilasan. Bor baraka. Qo'ylar. Dasakalarni qayerga chiqib berasan? Toshkentga turadi. Javohir, yana telefon qilishadi. Qayerga o'tib berasan? Hammasi olsa o'tib beraman. O'tib berasan. O'tib beraman. Gap. Gapni tinib. Yebishlar bular toza sog'lom bo'ladi. O'qir ham yever ekan. Garantiyalar necha kunga berasan endi? 10 kunga turaman. O'g'irlab chiqib qo'ydim. Jambarakda o'qinamaygan akalar mana. Xo'sh, Javohir ikkinchi partiyaga qanaqa qo'zlaydi? Ikkinchi partiyaga 5 ta oqi, 5 ta sariq bor. 10 ta chiqadi. 10 ta chiqadi. Go'zallari chiqadi, qo'chqor. Ularda ham bir bomba qilasanmi? Yer bilan bitta. Bugun narxlar tushdi. Farq aka. Akalar, videoga like bosib kuzatib turaverasizlar. Mana ikkinchi partiyani boshlaymiz. Akalar, mana ikkinchi partiyamiz chiqib keldi. Soni nechta deding Javohir? 17 ta. Soni 17 bosh. Bari qo'chqor. 6 soq bor ekan, 6 soq. 6 soqi bor. Qon sariq. Bari o'sha uzun qo'ylar ekan, kalla boshlari katta, quloqlari butun. Bular yebishlar qanaqa bo'ladi? Zo'riyat, bular ham yeydi. Kasal kusal, unaqalari yo'q. Mangazam oqmaydi. Dori-darmonlar nima bo'lgan bo'ladi? Ukor qilingan. Yana qanchada qilinadi? 10 kundan 5 kun, 10 kundan keyin kor qilishaveradi. Qilishaveradi uylarga borgandan keyin. Dastakalar qayerga qilib berasan bularni? Toshkentgacha ketaveradi. Narxini aytchi bitta. Narxi 2300 mingga ketaveradi. 2300 mingga ketaveradi. O'zingga bo'ladi bitta. Chiroyli narx et. 2200 ming akalar mana. Ketaveradi, uylarga borib bersam. Borib beraman Toshkentga. Toshkentgacha. Uyoqlariga kelishgan holda telefon qilsa yana. Xabar orasan desaklarni. 3-chi partiya so'liqlar chiqadi. Akalar, yana ko'rib turaverasizlar. Mana akalar, endi 3-chi partiyaga o'tdik. 3-chi partiyada hammasi so'liq Akramjon. Hammasi so'liq akalar mana. Bo'ybaslar uzun. 4 tog'i, 4 ta sarig'i bor mana akalar. Bularda ham baldoqlari bor quloqlarida. O'sha qo'ylarimizning sariqlaridan. Bular narxlarini necha bilan qo'yarsan, Akramjon? Videoni ko'rish kerak yo'q. 2200 dan qilib beraman. 2200 mingdan qilib berasan. Bir joyga. Telefon qilsa, yana qayeriga o'tib berasan. O'tib beraman. Akalar, mana ekran ostidagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroq qishlog'ida qo'ylar turibdi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar.